O'zi yoshligimdan biznes sohasiga qiziqib kelganman. Bu Southfield shaharchasi. Bu Michigan shtatiga kiradi. Kelajakda ish topish muammo bo'lmasin deb o'zim ish yarataman degansizda, to'g'rimi? Ishchi o'rni. O'zbekistonda faqat o'zimiz hozircha. Xudo xolasa ko'payadi. Universitet hamkorligi bor, o'tmishda ko'p talabalarni yuborib, muvaffaqiyatli bo'lgani uchun, demak, muammo bo'lmagan unchalik bizada. Darsga kelib qo'ysa balolar shunaqa? Ha, shunday. Bu joydan kesib tashlash kerak ekan, talabalar eshitmasin gapni. Aniq va ijtimoiy fanlar universitetining maqsadi noaniq zamonda tez o'rganib, moslasha oladigan kelajak rahbar va biznesmenlarini tayyorlashdir. Siz ham bu yo'lda bizga yelkadosh bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Shu orqali jamiyatda ilmiy va saviyali kontent tarqalishiga hissa qo'shasiz. Obuna bo'lishni unutmang. Sarvarbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? O'qishlar bilan qanday bo'lyapti? To'g'ri, rahmat. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p, Sarvarbek, siz bilan suhbatni shu tartibda olib borsakki, birinchi o'zingizni tanishtirsangiz, kirish qismi uchun, ya'ni kimsiz, qayerda tug'ilgansiz, necha yoshsiz, shu haqida, ya'ni kirish qismi uchun shunday boshlab olsak, u yog'iga keyin savollar bilan davom etaveramiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Ismim Sarvarbek, Toshkent shahrida tug'ilganman. IFU universitetining birinchi kurs talabasiman, matematika yo'nalishida. Hozirda exchange program orqali Amerikaning Michigan shtatidagi Lawrence Technological University'ga kelganmiz, bir semestrga. Bu semestrda biz biznes, marketing va management sirlarini o'rganyapmiz. Xo'p, yaxshi. Keling, IFUgacha bo'lgan jarayonni ko'rsak, ya'ni nima uchun aynan matematikani ko'pchilik tanlamaydi, masalan, nima uchun IFU, nima yetaklagan, masalan, uydagilar majburlovmi, qanaqa IFUgacha bo'lgan jarayon qanday bo'lgan? O'zi yoshligimdan biznes sohasiga qiziqib kelganman. Kelajakdagi ish topish foizlari kamayib ketayotgani uchun maslahatlashib, aniqroq fanni tanlab, nimagaki kelajakdagi qaysi yo'nalish yaxshi, kelajagi bor yo'nalishni tanlab, ya'ni u yerdagi ma'lumotlarni oson anglab olish uchun aniqroq fanni tanlashga qaror qildim va universitetlarni izlash boshladim. Shunda IFU haqida eshitib qoldim. Matematika yo'nalishiga qiziqishim o'sha yanada oshdi o'sha payti va o'zimiz bilamizki, har bitta tashkilotni yoki kompaniyani olsak ham rahbar qaysi tomonga o'zi qiziqsa, investitsiya qilishi kattaroq bo'ladi. Ya'ni qaysi yo'nalishga o'zi fokus qilayotgan bo'lsa, shu yo'nalish gullaydi va o'sha yo'nalishga ko'proq e'tibor qaratadi. Shuning uchun bilgandan keyin, ya'ni IFUning rektori ham matematika yo'nalishida o'qiganlar va muvaffaqiyatga erishganlar. Shuning uchun IFUni tanlashga yana bitta sabab bo'ldi va ko'proq ma'lumot olish uchun IFUga tashrif berdim va qo'shimcha ma'lumotlar oldim va xohlagan yo'nalishim bor ekan va shunga topshirish, o'qish mana boshlaganman. Kelajakda ish topish muammo bo'lmasin deb o'zim ish yarataman degansizda, to'g'rimi? Ishchi o'rni. Shunday. Xo'p, Sarvarbek, sizni Alibaba'ning ham eng yosh mintaqaviy menejeri deyishdi. Ya'ni 18 yosh bo'lishingizga qaramasdan, shu Alibaba'ning O'zbekistondagi bir menejerlardan bittasi ekansiz. Bu jarayon qanday bo'ldi? Ya'ni o'zlari qandaydir taklif bilan chiqishdi yoki siz qandaydir hujjat topshirish nimadir jarayonlar bo'ldimi? Shu vaqtda ya'ni Alibabaga qanday kelib qolganingiz haqida bir gapirib bering. Yoshlikdan e-commerce, ya'ni elektron tijoratga qiziqqanman va o'zimiz qo'ldan kelgancha o'sha yo'nalishda qiziqib qilib ko'rganmiz. Ya'ni bilganimizdek, ulgurji savdo deganda Telegram yopiq kanalim bo'lgan va u yerda Xitoydan tovar olib kelib B2C segmentda boshqalarga donaviy tarzda yetkazib berganmiz tovarlarni. Necha yosh bo'lgansiz o'sha paytda? U yoshim 16 yosh bo'lganman. Uni boshlaganimizda, IFUga kirganimdan keyin va o'qish boshlaganimda IFUTech firmasi ochilganini eshitdim, IFUning qoshida va bu proyektda Alibaba.com, ya'ni B2B segmentda ishlayotgan platforma bilan hamkorligi bor ekan.
va maqsadi shundan iboratki, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilarni global bozorga olib chiqish. Va shu yo'nalishda men ham juda ham qiziqdim bu narsaga. E-commerce'ga aloqador bo'lganim uchun va hozirgi qilayotgan ishlarimizni globalga chiqarishda ancha kattaroq bozorga chiqish juda ham qiziq bo'ldi va bu narsaga vakansiya bo'lgani uchun topshirib ko'rdim va muvaffaqiyatli ishga qabul qilindim. Tushunarli. Demak, bola boshidan deganda yoshlikdan shu nimadir, ya'ni portfolio deydi, nimadirlarga erishish bo'lgan demak. iPhone'gacha tushundik, iPhone'ga kirdingiz, hop maktab bitirib. Endi undan u yog'i qanday bo'ldi? Amerikaga o'z-o'zidan ketib qolmagan bo'lsangiz kerak. Ertalab turib bo'ldi, men Amerikaga ketaman degan fikr bo'lmagan bo'lsa kerak. Qanday bo'ldi bu Amerikagacha bo'lgan yo'l? Ya'ni shu vaqtda. Ya'ni o'qishga topshirmasidan oldin chet el universitetlariga ham qiziqqanman topshirishga. Hujjatlarga maktab bitirganda. Shunday, maktab bitirmasidan oldin o'zi 11-sinfda topshiriladi. Ularda 1 yil avval boshlanadi qabul qilish. Shuning uchun muvaffaqiyatsiz bo'lgani uchun bu narsa bir orzu bo'lib qolgandi. Institutga kelganimdan keyin ham o'sha qanaqa exchange programmi bor, qaysi davlat bilan hozirda shartnoma tuzilgan, o'sha narsalarga qiziqib turgandim kattaroq bir universitet chiqishini. Keyin Amerika haqida eshitib qolganimdan keyin juda ham qiziqib, yana qo'shimcha batafsil ma'lumot olib, dokument yig'ishni boshladim. O'zim haqimda, ya'ni universitet tomonidan berilgan har bitta kriteriyaga talaba javob berish kerak. Ya'ni loyiq bo'lish kerak talaba kelish uchun. Ya'ni shu qanaqa kriteriyalar masalan sanab bera olasizmi? Biladi masalan, esingizda borlarni. Birinchisi GPA yaxshi bo'lish kerak, ya'ni baholar universitetdagi. Ikkinchisi IELTS sertifikati bo'lish kerak. Qizil pasporti bo'lish kerak, oddiy aytganda, ya'ni. Asosiylari shu. Odam bo'lish kerak demadingiz? Tushunarli. Baholari yaxshi bo'lsa, maktabda, institutda yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, IELTS bo'lsa, shu sertifikatlari hammasi joyida bo'lsa, demak, birinchi anaqadan o'tsa bo'ladi, ya'ni ularning talablariga javob beradigan holatga kelsa bo'ladi. Xo'p, undan keyinchi, ya'ni shu topshirdingiz, hujjatlarni yig'ib topshirdingiz, keyin nima bo'ldi? Universitet tomonidan, ya'ni chet el universitet tomonidan qabul qilinish to'g'risida hujjat olgandan keyin vizaga hujjatlarni yig'ish boshlanadi. Biz yig'ayotgan payti o'rtacha hisobda 2,5 hafta ketdi. Eng kerakli bo'lgan narsa bu yerda e'tiborga olish kerak ketma-ketligi. Ya'ni asosan bu yerda forma to'ldiriladi, intervyudan oldin hujjatlar yig'iladi, ya'ni bank tomonidan hujjatlar, shotlarida pul borligi to'g'risida hujjatlar kerak. Va u narsani olingandan keyin viza intervyu uchun zapros tashlanadi. Nima deydi? So'rov yuboriladi va kutiladi. Qaysi kunga belgilangan bo'lsa, o'sha kunga boriladi. Suhbatga. Suhbat jarayonlarida maslahatim shuki, juda ham o'ziga ishongan bo'lish kerak. Chunki odam o'zi ko'rib turadi, boshqa odamlar qanaqa qilib javob beryapti savollarga va o'sha jarayonda atkaz berayotganini ko'rib turadi odam. Va bu narsalardan odam qo'rqmas kerak, o'ziga ishonish kerak. Chunki juda ham hayajon bosib qolishi mumkin. Bu narsalardan yo'qolish kerak. Va hamma dokumentlarni berib, aniq javob berib va bizda intervyuda qanaqa ustunvor tomonimiz bo'lgan, IFU universitetining hozirda Nordic universiteti bilan hamkorligi bor. Nordic universiteti Lawrence universiteti bilan hamkorlik qilgan va 2024-yil magistr talabalarini jo'natishgan. Va biz shunday. Amerikaga magistr talabalarini bir semestrga jo'natishgan va biz buni intervyu davomida ham shu narsani aytib o'tdik. Avval bizda tarix bor, ya'ni bizning talabalar allaqachon borishgan va qaytib kelishgan, o'qishlarini bitirib, bu narsa ularga kattaroq motivatsiya, ya'ni ishonch beradi. Ishonch berdi va bizlarni dokumentlarimizni olib qolishdi. Ya'ni o'zi vizada istoriya bo'ladi-ku, ya'ni u yoqda qolib ketmaydimi, ya'ni nelegalni qandaydir, masalan, trak haydab qolib ketib qolmaydimi degan narsalar
Istoriya qiziq bo'ladi. Shuning uchun demak universitet hamkorligi bor, o'tmishda ko'p talabalarni yuborib muvaffaqiyatli bo'lgani uchun demak muammo bo'lmagan unchalik vizada. Shunday. Aha, tushunarli. Xo'p, demak viza chiqdi, u yog'i Amerika orzusi tomon uchildi. Xo'p, endi Amerikadagi universitetingiz haqida, ya'ni Lawrence o'sha texnik universitet haqida gapirib bersangiz, qanaqa universitet u? Top necha ustalikda turadi, qanaqa sohalari bor shu haqda? Hop, universitetimiz territoriyasi juda ham katta va hozirgi joylashgan shaharcha juda ham ko'p ishlab chiqarish va zavodlar bilan yonlarida joylashgan. Qaysi shtat, qaysi shaharcha? Bu Southfield shaharchasi. Qaysi shtatga kiradi? Bu Michigan shtatiga kiradi. Michigan, Michigan shtatiga kiradi. Ya'ni shu narsani ayta olamiz. Engineering sohasi, biznes sohasi va meditsina sohasi juda ham kuchaygan bu yerda. Talab katta va professorlar ham ancha malakali bu yo'nalishda. Shu haqda so'ramoqchi edim keyin savol, ya'ni u yerdagi ustozlar, talabalar, kursdoshlar qanday ekan? Ya'ni qanaqa kutuvlar bilan boruvdingiz u qanaqa bo'lib chiqdi? Ya'ni bu yerdagi O'zbekistondagi ta'limlar yoqdagi farqi shu haqda ham. Biz kelganimizda ancha kechqurun bordik. Qop-qorong'i ekan, sal qo'rquvga sekin tushdik. Boshladi sekin-asta. Universitet tomonidan bizga transferni ta'minlab berishdi. Borganimizdan keyin bitta narsa bizani hayron qoldirdi va bir xursand bo'ldik. Qozog'istonlik talabalarni ko'rganimizda. Ya'ni bu yerga magistr talabalar kelgan ekan Qozog'istondan. Ular bizga juda ham katta yordam berishdi boshida moslashib ketishimizda. Mana qardosh ko'rsa yordam beradi. Shunday. O'zbekistondanchi? O'zbekistonda faqat o'zimiz hozircha. Xudo xolasa ko'payadi. Siz orqadan ko'payadi, xudo xolasa. Professorlar juda ham malakali, o'ziga ishongan ustozlar. O'rta yoshdan katta odamlar va o'zini yo'nalishida ishlagan. Avvaldan o'zi yo'nalishida ishlagan va bemalol bizga maslahat bera oladi. Qayerda ish bor hozirda, qanday qilib topshirish kerak, rezyumelarni hamma batafsil ma'lumot bera oladi. Va biz shunga ko'rdikki, bir xil ustozlar va professorlar haligacha o'zlarida ishlayotgan korxonalarda maslahatchi lavozimda ham ishlashyapti ekan va amaliy tajriba bor, ya'ni shunday o'zlarini bilimlarini oshirib borishadi va hozirgi hayotga, ya'ni ish o'rniga bemalol javob bera olishadi. Ma'lumotlarni juda ham oson va tez bera olishadi. Ya'ni bu yerda 5 ta fan o'qitgan bo'lsam, hammasi oson deya olaman. Ya'ni ma'lumotlar juda ham tez yetib boradi, lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bu narsalarning hammasini eslab qolib, vaqt kelganda javob beradigan bo'lish kerak. Shuning uchun kelayotgan talabalarga comprehension deymiz, ya'ni tushuntirib berayotgan ma'lumotlarni diqqat bilan eshitib, fokus qaratib, u narsani eslab qolish. Shu narsani skillni kuchaytirish kerak. Universitetimizga kelsak, juda ham katta territoriyasi, o'zini zali, katta kutubxonasi, oshxonasi va bir nechta bino, o'quv binolari va yotoqxonalariga ega. Kechqurun bo'lgani uchun ko'rsatmayman. Lekin videosini tashlab qo'ymasin. Montajda qo'shib yuboramiz. O'qish jarayonlarida yana nima qiziqarli bo'ldi bizga, ya'ni yangilik bo'ldi. Professorlar darsga kelganimiz uchun ham qo'shimcha ballar ham berishdi. Ya'ni buni darsga to'xtatmasdan kelishimiz uchun, bu narsa motivatsiya bo'lish uchun berishdi bu narsani. You continue with your older smartphone, right? So that's relative advantage. Second is compatible. Darsga kelib qo'ysa ball oladi, shunaqa? Shunday. Bu joydan kesib tashlash kerak ekan, talabalar eshitmasin gapni. Ya'ni to'liq ball bermasa kerak, ya'ni qaysidir nechadirdan 1 ball shunday bo'lsa kerak. 1 balldan berishadi, 100 dan 1 ball berishadi. Tipa motivatsiya uchun. Yana nima qiziqarli, professorlar bor. Hozir aytganimdek, maslahatchi bo'lib ishlashayotgan payti 200 tadan oshiq rezyume ko'ramiz deyishdi har oy.
va bizga ham tavsiya berishdi, rezyume yozib kelingizlar. Ya'ni qo'shimcha kredit tavsiyasida, ya'ni qo'shimcha ball beraman. Rezyume yozib kelinglar. Hozirgi darajagacha nima yoza olasizlar degan maqsadda. Ya'ni ish kira olasizlarmi degan maqsadda. Va ko'rib beraman deb maslahat beraman. Qanaqa qilib kuchaytirish kerak, qanaqa kuchaytirsa bo'ladi degan maqsadda. Ya'ni ular o'zi universitetdan tashqari qaysidir kompaniyada ishlaydi, HR yoki kimdir bo'lib, har oy 200 talab rezyume kiradi, sizlarnikini ham professional tekshirib berish. Professorlar bor, haligacha boshqa kompaniyalarga, ya'ni yangi kompaniyalarga borib o'zlarini tavsiya qilishadi va suhbatdan o'tishadi. Nima uchun kerak bu? Bu narsa o'zini bilimini ushlab turish uchun va yangi hozirda bo'layotgan yangiliklarni boshqa talabalarga berish uchun. Ya'ni faqat nazorat bilan qolib ketmasdan yangiliklarni dars jarayoniga qo'shish uchun. Tushunarli. Amaliyotlarga o'zlari ham qatnashadi, hattoki yoshlari katta bo'lsa. Tushunarli. Zo'r. Yana nimalar? Qanaqa o'zgarishlar O'zbekistonda nima farqi bor ekan ta'lim tizimi bundan tashqari yana? O'zbekistonda ta'limi bilan bir xil narsa bor. Ya'ni darsga borganimizda ya'ni check-in qilishadi. Kim keldi, kim kelmadi davomat uchun. Bu yerda qog'ozda biz hozir ism familiyani yozyapmiz. Ya'ni o'zimizni universitetlarga odatiy bo'lgan bir narsa bo'ldi bizga ham. Ajoyib, menga yangilik bu. Va yana hozirda Canvas degan nomli platformada foydalanamiz ko'proq. Ya'ni dars davomida tugagandan keyin bilimlarimizni yana qaytadan takrorlashimiz uchun Canvasda quizlar, testlar yuklangan va o'sha quizlardan olingan ballni ustozlar ko'rib, yana professorlar ko'rib bizni baholashadi. 90% baholash onlayn bo'ladi. Bu narsa ham bizga yangilik bo'ldi borganimizda. Xo'p, Sarvarbek, u yerda moslashib ketish qanday bo'ldi? Masalan, ob-havosi, baribir taomlari boshqa, umuman boshqa millat. Men bilishim bo'yicha xalqaro bo'lsa kerak yoki faqat amerikaliklar. Butun dunyodan har xil millatlar bo'lsa kerak. Ular bilan moslashish, chiqish qanday bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Bu yerda hozirda Yevropadan, Hindistondan ko'p talabalar bor. Ya'ni xalqaro kelgan. Ovqatlariga kelsak, hindistonlik talabalar ko'p bo'lgani uchun ularni ham milliy taomlarni qo'shishgan. Ovqatlar siriga, ya'ni osh yo'q lekin. Osh yo'q lekin, osh yo'q. Talabalar bilan boshida sal qiyinroq bo'ldi chiqib ketish, ya'ni biz sal kechroq kelganimiz uchun o'qishni boshlatgan paytimiz biz tanishishga ulgurmadik. Shuning uchun keyin professorlar bu narsani ya'ni dars jadvaliga, ya'ni planiga qo'shishgani uchun bizni komandaga bo'lishib, ya'ni ular bilan qo'shilib ketish yanada osonroq bo'ldi. Bilganimda juda ham ochiq ko'ngil, juda ham tez kelishib ketadigan odamlar ekan, ya'ni talabalar, xalqaro talabalar bo'lsa ham juda ham ochiq ko'ngil ekan. Shuni bildim. Boshida ham bemalol gaplashib ketsa ham bo'ladi. Bemalol so'rab, uyalmasdan boshlash kerak. Ya'ni uyalmasdan so'rab, tanishib, nima qilsa, hamma ochiq, bemalol erkin. Hamma tayyor tanishishga. Ayniqsa xalqaro studentlar o'zlari uchun networking yaratishni xohlashadi albatta, bizga o'xshab. Shunday. Yana bir qiziq voqea bo'ldi bizda. Ya'ni har oshxonaga borgan paytimiz bizga alohida kartochka berishgan. Shuni urib kiramiz oshxonaga. Va u yerda hindistonlik ofitsiant bor. Har kuni ko'ramiz uni. Bir marta gaplashdik ham. Va unga assalomu alaykum deyishni o'rgatdik. O'zbekchasiga. O'zbekchasiga. Endi har borganimizda biz assalomu alaykum deb kutib oladi. Biz uni xursand bo'lib aliga olib qo'yamiz bir. Videosi bo'lsa tashlab olsangiz qo'shib qo'yamiz. Albatta. Assalamu alaikum everyone, this is AJ from India. I hope everyone doing good. I wish all the best for all your academics and Rahmat. O'qish davomida ham, ya'ni misol keltirishimiz mumkinki, tadbirkorlik darsimiz bor.
va professorimiz bizga foydaliroq bo'lish uchun har darsda bir tadbirkorni olib kelishadi va guest lecture sifatida va ular bizga o'zlarining hayotini qisqacha tushuntirib berishadi va biznesda qanday boshlashgan, qanday muammolar bo'lgan va ularni qanday yechishgan o'sha haqida gapirib berishadi va albatta bizga ham juda ham qiziq bu narsa va shu davomida biz bemalol o'zimizga qiziq bo'lgan savollarni so'rab bilib olishimiz mumkin va albatta har bitta kelgan guest lecture har xil yo'nalishda bo'ladi. Masalan, oxirgi marta kelgan biznesmenlar arxitektura sohasida edi. Bu bizga juda ham qiziq bo'ldi. Xo'p, Sarvarbek, sizni ham vaqtingizni oldik. U yoqda vaqt g'animat, baribir tez o'tsa kerak. Qisqa muddatga borgansiz, ko'p manfaat olish kerak. Shu ma'noda yakunlasak ham bo'ladi suhbatni. Endi so'nggi savol o'rnida sizni bu videoni, bu suhbatni talabalar ko'rishi mumkin, maktab o'quvchilari yoki ota-onalar ko'radi. Nima maslahat berardingiz? Ya'ni shunaqa Amerikada, mayli Amerikada bo'lmasin, qayerda bo'lsa ham, chet eldan, O'zbekistonda, qayerda bo'lsa ham, shu bir sohani mahkam ushlab, o'sha sohada o'qib, yetuk mutaxassis bo'lish uchun qanday ko'nikmalar deymizmi, qanday maslahatlar bera olasiz masalan? O'qish davomida maslahat berishim mumkin comprehension skillni kuchaytirishni va albatta har doim ochiq bo'lishni, yangi do'stlar orttirishni, tayyor bo'lish kerak va professorlar bilan albatta qo'shimcha vaqtlar o'tkazib, ular bilan yangiliklar olishga tayyor bo'lish kerak. IFUdagi har bir talaba chet elda o'qiy oladi. Nafaqat Amerika, Turkiya, Xitoy va boshqa Yevropa davlatlarida bemalol o'qish imkoniyati bor IFUda. Sarvarbek, rahmat kattakon. Vaqtingizni oldik, o'qishlaringizga omad. Hozir qaytganingizda yana bir alohida O'zbekistonda suhbat qilamiz osh ustida. Hamma charchamang. Like va podpiska bosinglar. Yaxshi, o'rganyapsiz o'zi. Shaxsiy brendga birinchi qadam tashlabdi o'zi. Ko'rdimda boshqalarni, ko'rdimda boshqa bolalarni. Ya'ni Amerikada birinchi kun deb boshlab qoling siz ham. Hali boshlaymiz. 2 oy bo'lganmiz ham birinchi kun deb boshlaymiz. Shu O'zbekiston kelgandan qo'yasiz aka ular. Xitoyda ham shunaqa qilgandek-da. Keyin hammasi bo'lgandik. Yaxshi. Mayli Sarvar. Ancha yaxshi bo'ldi, bilmadim endi. Ha, zo'r bo'ldi. Xudo xolasa endi yog'ini qozonda bor cho'mich chiqadi. Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti matematik va strategik fikrlashga ega, raqamli dunyoda erkin harakat qiladigan yangi avlod liderlari va tadbirkorlarini tayyorlaydi. Siz ham bu yo'lda bizga yelkadosh bo'ling va ilmiy kontent tarqalishiga hissa qo'shing.